Tak, zapsiya qoldik. Demak, bizda bugungi masalamiz именно shu berilayotgan signal bo'yicha bitimlar boshqarishda sal tushunmovchiliklar bo'lib ketyapti. Birinchi navbatda maqsadni tushuntirib o'tib ketaman bu proyekt maqsadini, chunki ko'pchilik hali tushunmarkan. Kecha ham shu masala bo'lib qoldi. Oddiy misol, bizda 3 oylik proyekt yo'lga qo'ygan, 3 oy davomida 3 xil psixologik strategiya orqali ishlaymiz. Qaytaraman, psixologik strategiya. Ya'ni biz psixologik jihatdan o'zimizni bozorga tayyorlash uchun ishlanadi. Asosiy birinchi bosqichimiz bizda bu holat, mana bu holat bo'yicha shakllanishdi, ya'ni minimum depozit sifatida $200 olingan. Bu psixologik strategiyamiz bizda o'sha intizomimizda ham hamma narsamiz joyiga qo'yib berish kerak. Birinchi boshida shu bo'yicha harakat qilib kelayotgandim. Ko'pchilik nima deydi, hali to'g'risi bu masalani bilmasdan turib, uji bitimlarni ochib, yopib, savdolarni boshlab olgan. Shuning uchun hozircha bu hafta ketyapmiz. Kelasi hafta bitim imенно summadan kelib chiqqan holda har birlaringga xuddi mana shu etap bo'yicha qaytadan tushib olib, shu etap bo'yicha ketamiz. Bu etap juda ham klassika. Juda ham klass narsa. Savol tug'ilyapti aka, bitta savol beray. Aha. Aka, menga o'xshagan mana misol slivka bor shu yerda, misol hali qilolmagan odamlar nima qiladi aka? Davomida ko'rib nima qilib ketaveradimi yo? Qo'shilib ketaveradimi? Birinchi etap. Aka, hozir men sizga polniy etapni tushuntirib beraman. Birinchi etapdan boshlab ketaverasiz. Qiziq emas. Juda oson narsa, faqatgina biz o'zimizni majburlashimiz. Hozir ko'rib turibman, kimdir masalan $400 qancha 95 ishlagan boshqa qilganlar, ular endi sal ko'proq. Hozir bitta tushuntiraman, o'zi tushunib olasiz. Juda sodda narsa, lekin qilishimiz kerak. Qilsak chotki rezultat. Qiyin narsa emas. Mana 3 kun savdo qilgan bo'lsak, hammalaring ko'rib turibsizlar, juda ham oson, lyoqki narsa. 3 kundan beri savdo qilyapmiz. Imkoni bormi yo'qligiga o'zlaring baho berasizlar buning bo'yicha. Chunki signallar bizdan o'tib turibdi, u bo'yicha masala bo'layotgan, to'g'rimi? Ketdik. Bizda birinchi masala $200lik balans 100/1 risk bilan ishlashimiz kerak. Bunda har bir ochiladigan bitimimiz, demak 0.02 lotdan ochilishi kerak. Bir kunda 5 ta bitim. 5 ta bitim bilan qaytamiz bir kunda. 5 ta bitim. Har bir bitimning maqsadi bor. Maqsadi. Xo'p. Yaro tortamiz. Hozir san shundan menga telefon bo'lib qoldi. Xo'p, davom etamiz. Xo'p, har bir bitimning maqsadi bizda o'sha hozirgacha talab qilinayotgan narsa, bitta bitimda 50 punkt biz foyda bilan chiqishimiz kerak. Bu bizda uje reja tayin. Demak, birinchi depozitimiz $200 minimalka hisob bo'yicha, har bir depozit bo'yicha 100/1, ya'ni 0.02 bo'yicha ishlashimiz kerak. Bir kunda 5 ta bitim amalga oshirishimiz kerak. Har bir bitim 50 punkt maqsad uchun ishlanishi kerak. Endi demak, bizda uchun bu sel mana shu ko'rsatma. Ikkinchi haftada uje balansdan kelib chiqqan holda o'zgaradi bu. Bu birinchi hafta uchun ketdi demak. Demak, bizda 0.02 dan 50 punkt bitim oladigan bo'lsak, qisqacha qilib tushuntiradigan bo'lsam, 0.01 dan 50 punkt bitimimiz $5 ga teng. Eng minimal lotda hisoblaydigan bo'lsak. 0.02 da $10 ga teng. Bitta bitimda 50 punkt take profit $10. Bir kunda 5 ta bitim, demak biz $50 yopishimiz kerak kunda. Balki o'sha vaziyat bo'lib qolyapti. Ba'zi bir bitimlarimiz pastdan tushib, keyingi bitim olib chiqquncha normalniy take profitga ham chiqib qolyapti. Masalan, $20, $30 bitta bitimning o'zida bo'lib qolyapti. Demak, biz imенно asosiy fokusni mana shu 5 ta bitimni miqdoriga ham qaratishimiz mumkin. Ya'ni shu bir kunda $50 ishlasak bo'ldi. To'xtashimiz kerak, chunki to'xtamasak baribir kalta yeymiz. Ketdik. Xo'p, 5 ta bitim. Endi haftada 5 kun bor, to'g'rimi?
bir kunda bitta bitimiz $10, 5 ta bitimiz $50 beryapti. Bir haftada 5 ish kuni bor. 5 ish kuni bo'lgandan keyin, demak biz bir haftada jami $250 profit qilamiz. Oz bormi, o'zi eshitilyaptimi? Ekran ko'rinyaptimi? Eshitilyapti, ko'rinyapti. Demak, общий balansimiz bizda $200 plus $250 profitimiz bilan $450 balans bo'ldi bizda, to'g'rimi? $450 ham biz iminda mana bu fokusimizda iminda birga qaratamiz. Ya'ni 100 taqsim 1 bo'yicha davom etamiz. Ya'ni riskimiz xuddi shu narsaga to'g'ri kelishi kerak. Bu holatda bizda bitimlarimiz 0.045 to'g'ri keladi. Endi 0.045 ochish imkoniyati yo'q, 0.04. Demak, 0.5imiz bizda zapas xodda turibdi hammasi. Alo. Xo'p, uzr, davom etamiz. Demak, bizda keyingi imенно 450 uchun bizda 100 taqsim 1da ovoz bor, 0.04 lot bizda lot maqsadi. Bu ham xuddi shu tartibda bitta bitimda 0.04 lot ochiladi, 50 punkt foyda maqsadidir. Kimdir mikrofonni juda ham zuk qilyapti-da. Bu ikkinchi hafta uchun endi imенно shu bo'yicha ketamiz. Demak, biz imенно 0.04 da 0.02 da 50 punktda $10 olgan bo'lsak, 0.04 da $20 olamiz. 5 ta bitimda imенно biz $100 bitim olib chiqishimiz kerak. $100 bitim olib chiqib ketamiz degan bu. Xo'p, buni ko'paytiramiz yana 5 ish kuniga. Tenglik 5 ga ko'paytiradigan bo'lsak, demak $500 bizda общий depozit hisobida o'tamiz. Demak, $450 ga 500 qo'shadigan bo'lsak, $950 bizda imенно общий balansimiz hisoblanadi. Buni ham xuddi shu tartibda 100 taqsim 100/1 bo'ladi. 100/1 bo'yicha 950 endi bizda 0.095 ga teng bo'ladi. Ya'ni 0.09 lot bo'ladi jami. 0.09 lotda bitimlar amalga oshiriladi. Maqsad 50 punkt. Ketdik. Bu bizda 3-hafta uchun imенно 3-hafta, demak biz bitimlarni amalga oshirish boshlashimizga 0.9 lot ochiladi, 50 punkt yopiladi. Xuddi shu setap bo'yicha ketishimiz kerak. Bu 3-hafta uchun imенно bizni strategiyamiz. 3-hafta uchun endi 0.9 lotimiz, xo'p, 10 punktda 9 ga $45 bitta-bitta chiqamiz. 45 da endi biz 45 ni 5 ga ko'paytiramiz. Birinchi kunlik bizning foydamiz chiqib keladi. 45 ko'paytiramiz 5 ga. Demak, $225 bu bizning kunligimiz. Endi buni 5 kunga ko'paytirib olamiz. Ya'ni bir hafta davomida faqat mana shu bo'yicha ishlaymiz. 5 kunda ko'paytirib olamiz. Tenglik. Xo'p, buni ko'paytiramiz 5 ga. $1125 tashkil qiladi. Xo'p, undan keyin $1125 ga qo'shib olamiz. $950 bizning balansimizda bor edi. Jami $2075 tashkil qiladi. $2075 ham imенно shu 100/1 uchun ishlaymiz. $100 100/1 uchun ishlanadi. 0.02 lot 0.20, ya'ni bizda imенно lotimiz hisoblanadi. Lot
Maqsad 50 punkt. Bu bizda 4-hafta uchun imенно qilishimiz kerak bo'lgan ishda oldindan ko'rib biz. Punkt. Punkt. Ketdik. Endi oxirgi haftaning oxiri bo'yicha hisob-kitoblarni amalga oshiramiz. 0.02 dan 50 punkt yuradigan bo'lsa, bitta bitimdan $100 olib chiqamiz. 5 ta bitimdan $500, demak, profit bir kunda $500lik bitimlar amalga oshirishimiz kerak. Xo'p, buni ko'paytiramiz 5 ga. Tenglik 2,5 общий bizda haftalik daromadimiz hisoblanadi. Ketdik. Demak, 2,5 i balansimizga $2075 ga qo'shamiz. Jami bizda $1575 bo'ladi mana shu holat bo'yicha depozitimiz. Bu bizni birinchi oy uchun qilib chiqilgan immuniy riskimiz bo'yicha ketadi. Xo'p, undan keyin bu bizni mana shu oy uchun immuniy sizlardan so'rayotganim 50 punkt olinglar, to'xtatinglar, 50 punkt olinglar, to'xtatinglar deganimning asosiy sababi mana shu narsaga e'tibor qarataylik. Immuniy 5 ta bitim bo'ldi, to'xtataylik. 5 ta bitim bo'ldi, to'xtataylik deganimning ham asosiy sababi mana shu narsa. Bitta narsani to'g'ri tushunishimiz kerak. 0.02 da immuniy hozir ishlayotganlar ko'rib turibsiz, 50 punkt uchun unaqa qiynalib boshqa narsa qilayotganlaringiz yo'q. Xuddi shunday 0.20 da qiynalamanku degan narsaga unday qaramanglar. O'sha bizda immuniy 100 taqsim 1 bo'yicha $200 da xuddi shu narsa olayotgan bo'lsak, demak biz $2,5 $2075 da ham xuddi shunaqa setup bo'ladi. Ya'ni o'sha psixologik gruzni xuddi shu tartibda qabul qilishimiz kerak. Mana shu bizda asosiy fokusimiz. Mana shu narsa bo'yicha ishlashimiz kerak. Endi bu bo'yicha kimdadir savol bormi? Savol bo'lsa beringlar, keyin immuniy bitimlarni qanday tartibda olib borishimiz kerakligi, ya'ni shu berilayotgan zonalarda qanday ishlash bo'yicha immuniy tushuntirib o'tib ketaman. Savollar, o'rtoqlar. Maqsad mana shu. Birinchi oy proyektimiz 3 oylik proyekt. Birinchi oy proyekti maqsadi mana shu. Hamma mikrofon ochiq adashmasam. Agar savollaringiz bo'lmagan bo'lsa, davom etib ketaveramiz, masala yo'q. Keyingi bitimlar bo'yicha. Xo'p, biratdan qo'lni ko'taryapti. Ochdim mikrofonni, ochdim. Hamma mikrofon ochiq. Savol bu bo'yicha. Kimlardir tushunmovchilik joyi bormi? Immuniy mana shuna 3 kundan beri, dushanbadan beri savdo qilyapmiz. Dushanbadan beri ko'rib turibsizlar, 50 punktli bitimlar qiynagani yo'q. Mayli, undan keyin o'tib ketgan bo'lsa ham biz immuniy zonamiz reaksiyasi olgandan keyin uni hozir tushuntirib beraman, qanaqa bitimlar amalga oshirish. Bu masala bo'lmaydi. Muhammad, yaxshimisiz? Sizmisiz? Assalomu alaykum, yaxshimisiz aka? Rahmat, ishlaringiz yaxshimi? Bu $200 balans uchun Xudoga shukr. 1 oylik strategiya, to'g'rimi aka? Xuddi shunday $100 bo'ladigan bo'lsa, xuddi shuni yarmi hisoblaymiz-da. Ha, qarang. Mana zona beryapsiz, misol uchun 4450 bay nuqta deylik, 4440. 4450 da bitta birinchi limit qo'yamiz, 4440 da ikkinchi limit qo'yamiz. Bir xil payt kelyapti, hamma limitni olyapti, ketyapti, bir xil payt boshli limitni o'zini olyapti-da, yuryapti. Uni hozir tushuntiraman aka. O'sha narsani tushuntiraman. Hozir bu bo'yicha hech kimda masala yo'qmi? Yo'q, bo'ldi. Bo'lmasa bitimlarga o'tamiz. Xo'p, bitimlar bizda immuniy mana shu olganday shu ba'zi vaqtlarda sel olyapti, ba'zi vaqtlarda birinchi bitimni o'zidan reaksiya olyapti, to'g'rimi? Xuddi shu zona, masalan, o'sha 4496 manaki 4486 qilamiz. 90 deylik, mana. 89, 80. mana. Necha punktli bo'lib bizda? Deb 96 dan 80 80 punktli bitim zonamiz, to'g'rimi? Biz absolyutno birinchi zonamizda riskimiz necha? 100 taqsim 0.02 bo'ldi, ichida qo'yishimiz kerak. Bugun bir akam so'radi, men immuniy shuni tushuntirib berishga harakat qildim. Shu nuqtada ochasiz. Nechi bo'lsa, o'sha $200 balansdan boshlayapsiz, 0.02 bizga 4496 da bitim ochilishi kerak. Narx если что, pastga tushib ketadigan bo'lsa, 4480 ga tushib ketadigan bo'lsa, u bitimni ham aktivlashtiramiz. E'tibor berib qaranglar, bizda o'sha 0.02 da $10 pul olib chiqishimiz kerak, to'g'rimi? Mana bu ikkala bitimning raznisasi $10 ga yetib borsa bo'ldi. Bu degani 88 dan где-то 94,5 ga chiqib borsa, ya'ni
tepadagi bittamiz foydaga kirish shart emasda. Baribir $10 pribelda turgan bo'lamiz biz. Ikkalasini raznisasi bilan-da. 80 punkt, biz 70 punkt уже foyda 65 punkt foydaga chiqsa, ya'ni 88 dan 94,5 gacha ko'tarilib bersa, bo'ldi, biz уже foydadamiz. Endi buni tushuntirib beraman. Именно 65,5 punktda biz xo'p $13 pribelga chiqamiz. Tepadagi bitimimiz bizga 2,5 punkt, chiqmayapti uzr. 1,5 punktmi 95? 1,5 punktda bizda zararda 0,02 dan $3 zarar turibdi, to'g'rimi? Pastdan $13 foydadamiz, tepadan $3 zarardamiz. Demak, plus minus bari $10 foydadamiz. Yopib chiqib ketaveraylik. Ko'zimiz yetmasa. Asosiy fokus qaratinglar, imенно hamma bor-ku, mana bu narsaga o'rganib qolganda, bitta bitim olinsa-da, u bitim pikka yo uchib ketsa yo shu bilan o'sha bayosaga uchib ketish kerak, selosda sho'g'ib ketish kerak. Kerak emas u narsa. Bitta narsani konkretni, asosiy tushunishimiz kerak bo'lgan narsa, biz bozorda ming xohlaganimiz bilan boshqara olmaymiz. Umuman foydasi yo'q. Biz shu bozordan ol va qochni ham xuddi shu tartibda tushunishimiz kerak. Ol va qochni ham xuddi shu tartibda. Maqsad bo'yicha olishimiz kerak, maqsad bo'yicha chiqishimiz kerak. Mana bu holat bo'yicha ham agar chuqurroq korreksiya bo'lib ketadigan bo'lsa ham bir narsani to'g'ri tushunaylik. 100/1 emas, biz bu joyda biz 50/1 bo'yicha risk qilyapmiz. Buni ham sababini tushuntirib beraman. Buni o'zi strategiyasi bor. Usileniya bo'yicha konkret mos tushib ketadi. Nima uchun? Bizda birinchi qarshilik zona 96, qarshilik zona pastki nuqtasi 88. Demak, bu ikkala daraja ham biz uchun qarshilik daraja hisoblanadi. Ikkala darajamiz ham bizda именно qarshilik daraja. Demak, bu nuqtadan 96 dan kirishimiz avtomatik logik bo'lgandek, 88 dan kirishimiz ham avtomatik logik bo'ladi. Endi shu holat bo'yicha o'sha yana tushuntirib o'tib ketyapman. Birinchi bitimimiz foydaga chiqishi ham shart emas. Birinchi bitim ham foydaga chiqishi shart emas. Bizga imkon darajasi shu, masalan 80 punkt bo'ladigan bo'lsa, o'rtacha hisob birinchi bitim foydaga chiqishiga 150 punkt qoladi, 15 punkt qoladigan bo'lsa, bo'ldi, yetadi. Biz avtomatik ravishda foydada bo'lamiz. O'sha bizga kerakli foydada bo'lamiz. $10 bitta bitim maqsadimi? Bo'ldi, $10 olib chiqqan bo'lamiz. Endi undan keyin fokus qaratishimiz kerak bo'ladigan narsa, birinchi bitimizni oldimi, 50 punkt yurdimi, endi imkon darajasi 50 punktni tek qo'yib qo'ying. Qiziq emas. Bitta asosiy fokus bu bizga nimani o'rgatadi? Bozorda dakan oxirigacha o'lib o'lguncha kutib turishni uje esdan chiqaramiz bu holatda. Ana ketib qoladi, mana ketib qoladi, ana qaytadi, mana qaytadi, ana yo'q bo'ladi bu yerda. Nima uchun biz maqsad bor? Bitta bitimdan $10 pul olib chiqishim kerak. Qanaqa usulda olib chiqasiz, u qiziq emas. Undan keyin darch ketib olsin, qiziq emas. Biz keyingi zona uchun harakat qilamiz. Chunki biz scalpingda ishlayapmiz. Biz day trade qilganimizda yo swing trade qilganimizda qiziq emas edi. U bitta bitimni ushlab turib, kun davomida bitta bitim yo ikkita bitim qilganimizda bu narsadan foydalanishimiz mumkin. Yoki bir hafta 3 kun 4 kunda bitta bitim olib yopadigan bo'lganimizda o'sha mana ketadi bilan turaversak u yarashadi. Lekin scalpingda bu narsa kerak emas. Scalpingda maqsadni qo'ydik, taq oldik, bo'ldi. Keyingi zona uchun, keyingi bitim uchun zonani izlab, o'sha keyingi zonamizdan harakat qilib ketishimiz kerak. Ana shu asosiy logika. Keyin imенно nima sababdan chiqib ketamiz degan savol konkretni tan olib aytishimiz kerak. Bozorda bitta masalan 4 ta bizda imенно nima deydi? Birja bo'ladigan bo'lsa, o'sha aksiya, valyuta, xomashyo, kripto birja bo'ladigan bo'lsa, bitta masalan oddiy valyuta birjasining o'ziga kuniga $10 trillion pul aylanadi. Kuniga $10 trillion pul aylanadi. Shuning uchun aytaman, dunyodagi eng baquvvat pul biton bank Xitoyda, uni obchi kapitalizatsiyasi bor, puli bor, hamma o'sha inshootlari ichidagi hamma ashqal-dashqali bilan $7 trillion teng. $7 trillion teng. Birorta davlatni yalpi ichki mahsuloti $10 trillion yetmaydi. Zaxirasi bo'lishi mumkin, lekin bir yilda ishlab chiqarib, imенно eksport qiladigan mahsuloti $10 trillion yetmaydi. Zaxira bo'lishi mumkin. Imенно ishlab chiqarib, uni savdoga chiqaradigan u summaga yetmaydi. O'ta katta narsa, o'ta katta. Bizda
$1 million bilan hech narsa bo'lmaydi. $1 milliard bilan bozorga hech narsa bo'lmaydi. Deyarli siz 1 milliard bo'lsa, siz ozgina sezilarli harakat qilib berishimiz mumkin. Uning uchun ham polni kapitalizatsiyamizni zararga qo'ygan holda, ya'ni polni full marja bilan bitim ochiladigan bo'lsa, harakat bozorga qanaqadir ta'sir ko'rsatishimiz mumkin. Lekin o'shanda ham foiz qismi bo'yicha bo'lgandan keyin bo'lmaydi. Bu yerda masalan 100 ming retail trader bor. Men sizlarga hali bitta umuman olganda bozorda strukturasi bo'yicha qanday 100 ming retail trader, undan qanchasi broker, qanchasi undan keyin brokerlar, undan keyin hedge fondlar, uni summasi bunday qanchalik kichkinaligimiz haqida bir zo'r video bor. Uni tashlab qo'yaman gruppada, ko'rasizlar. E'tibor berasiz. Mana shu narsani tushunaylik, bozorga biz ta'sir ko'rsata olmaymiz. Biz maqsadni qo'yaylik, bitta-bittadan o'sha maqsadni olaylik, bo'ldi. Sabr qilaylik. Keyingi onagacha. Imkonsiz narsa emas. Jotki imkoni bor. Uni ko'rib ham boryapsizlar. Umuman olganda bitta zonadan ikkita ishlangan bo'ladigan bo'lsa ham, hali birorta zonamiz hali parod qilib qo'ygan joyi yo'q. Isbotlab beraman uni. Kecha bir aka aytayotdi, o'sha zonani aytsa, men ishlab bergan, ishlab bermaganini isbotlab beraman. Ana shu savol bor. Demak, tushunarli. Tamam. Muhammad savol bor. Xo'p, eshitaman. Birinchi limitni misol uchun 4450 ga qo'ydi, ikkinchisi 4440 ta. Bayga bu. Hop. Birinchi limitni oldida tepaga yurdi, 5 punktda yopiladi deyapsiz. $5 yopamiz birinchisini. Yo'q, yopdik. Все, tamam. Limit topishing. Unda biz yani haftaligiga chiqa olmaymiz-ku. Qanday chiqa olmaysiz-aka? Bitta bitimda $10 ololmaymiz-ku, $5 olamiz misol uchun. 0.01 dan ochsangiz $5 olasiz. Men sizga shu $200 bo'layotgan bo'lsa 0.02 da ochsangiz $10 bo'ladimi? Ha, birinchi limitni o'ziga 0.02 qo'y, 0.02 qo'yishimiz kerak, to'g'rimi? Ha, 100 taqsim 1 bo'yicha 0.02 mi? 0.02 qo'yiladi. Ikkinchi bitimga ham imенно 0.02 qo'yiladi. Shu zonaning ichida reaksiyani o'zida ham biz chiqib ketamiz-da. O'sha 50 dan 40 gacha tushib, 40 dagi bitimimiz ham ochildimi? 42 ga chiqib kelgan payt bizga kerakli foydada turgan bo'ladi bitim. Imенно bizda 50 ga chiqib berib, ikkinchi bitimni ham foydaga chiqarish shart emas. Men o'ylayman, misol uchun birinchi limit 0.01, keyin oxiridagi ikkinchi limit yana 0.01. O'shanda option 0.2 bo'lyapti deb o'yladim. Yo'q, unaqa emas. Birinchi limitni o'zida 0.02 qo'yishimiz kerak ekan-da. Xuddi shunday, ha? $200 mi? 0.02 qo'yasiz. $400 mi? 0.04 qo'yasiz. Bo'ldi, shunday. Bitim bo'yicha tushunarli bo'ldi. O'sha bizda 100 taqsim 1 bo'yicha birinchi zonani o'zida ham, ikkinchi zonani o'zida ham qo'yiladi. O'sha bizda zonani ichini o'zi ham beradigan bo'lsa, o'sha summa ketamiz. Endi imkon foydaga chiqib ketsa qiziq emas. Men sizlarga imенно agar konkretniy reaksiya berib ketayotgan bo'lsa, ketaveramiz. Ya'ni mana bu ikkala bitim olingan payti imенно take profitimizni bunisiga stop lossini shunga mo'ljallab qo'yishimiz shart emas. Reaksiyani ko'ramiz. Imkon o'zi ko'rayotgan bo'lsangiz, возможность berayotgan seli bitimni olib impuls bilan o'zi chiqib ketadi zonadan. Agar seli bitimni olib chiqib ketmaydigan bo'lsa, u nakapleniya beradi mana bu nuqtada. Nakapleniya beradi. Ya'ni shu ma'lum 47 o'sha nuqtada bor nakapleniya o'ynab qoladi-da, narx keyin bir tarafga qarab siljishni boshlaydi. Bitta bitim olinadigan bo'lsa, umuman qo'rqmaslik kerak. Lekin o'sha gap, bitta bitim olindimi, 50 punktda chiqib ketdingizmi, seli zona ko'rilmagan payt yana bitta limit qo'ysangiz bo'ladi. Chunki bitta zonadan maksimalni 2-3 marta foydalanishingiz mumkin. Maksimalni 4-5 endi u imkon darajasi so'rasalaringiz yaxshi bo'ladi. Ishlasak bo'ladimi, yo'qmi deb so'rasalaringiz, endi narx bo'yicha ko'rib, svechalarni grafikani bir nazorat qilib chiqib, keyin aytsak, u sal logishni bo'ladi. Ya'ni shu birinchi bitimni oldi, 50 punktga chiqib berdi, 50 punktga take profit oldi, yana shu nuqtaga bitta limitga qo'yib qo'yavering. Ikkinchi marta ham kelib shu nuqtadan reaksiya olib 50 punktga chiqib berdimi, yana take profit oldimi, bo'ldi. Uchinchi marta o'jib qoldi, bu zonani sekin unutsangiz bo'ladi yoki iminni bir og'iz so'rab, aka bu zonadan yana aka ishlasak bo'ladimi, aktivmi degan bir savolni berib qo'ysangiz, javob beramiz. Har doim ham ishlamasligi mumkin deblar, aka. Bir payt yorib o'tib ketib qoldi. Aka ishlamasa ham
yorib o'tib ketgani bilan bizni zapas xodimiz yetadi. Qaytib zonaga kirib kelishga zapas xodimiz yetadi. Nima deydi? Masalan, bunday narsada ba'zi bir holatlarda o'sha bugun kimdir so'radi, qayta inframlarda M15 H1 H1 zonamiz reaksiya olmasa, M15 zonamiz reaksiya olmasa, H1 zona reaksiya oladi. O'rtacha hisob shu 100-200 punkt raznisasi bor. M15 bilan H1 o'rtasiga. O'rtacha hisob 100-200 punkt raznisasi bor. Reaksiya nuqta bor. O'shaning uchun masalan e'tibor berib qarasalaringiz, yorilgandan keyin 100-150-200 punktdan keyin keyingi zonani imini o'sha zonadan keyin 150-200 punktdan keyin yana bitta zona tashlayman. Tushuninglarki, kichikroq time frame'dagi zonada biz ishlab ko'rdik, ishlab olgan bo'lsak ishlab oldik, undan keyin zona yorildimi, keyingi time frame'dagi keyingi tashlangan zona katta time frame'dagi zona hisoblanadi. Katta time frame bitta neto taraf bor, katta zona bo'lib ketadi. O'shani ham imkon darajada kichraytirib tashlayman. Harakat qilyapman 100 punktli zona bermaslikka imkon darajasi e'tibor berib qarasalaringiz ham. O'rtacha 50, 60, 70, 80 punktgacha zona berilyapti. Kattalashib ketmasin deb. Mana shu holat bo'yicha ishlasak ketaveramiz. Любой bitimni hozir test qilib ham ko'rishimiz mumkin. Hamma bitim bizda konkretni ketyapti, beradi. Razvorot bor. Prosta bunday narsa tushunishimiz kerak. Berilayotgan zonalar, поглощение shakllangan zonalar bu nuqtada yo razvorot bo'ladi, yo retest beradi. Razvorot degani shu nuqtaga urilib, narx davomiy harakat bilan ketishi. Retest degani shu nuqtaga urilgandan keyin ma'lum bir darajagacha yurib berib, undan keyin qaytib ketishi. Shunday tushunishimiz kerak. Razvorot bo'lsa ketadi, hatto shu nuqtada retest bo'ladi. Oddiy misol, bugungi zonadan ham bunday olganda 50 punktli bitim oldik. Nechi zonamiz edi? Pastga olib ketgan oxirgi bitimimiz, to'g'rimi? 78-70 midi? Shunaqa. 78-70 ni sizlarga qo'yib beraman. O'sha yomon. Prosta sal chuqurroq tashladi. Yo'q. Endi akasi cho'ydim deb aytmang. Siz bilan o'rganib ketdik-ku. Ya, mashinaga paytda yo'q, anaqa iloji bo'lsa, dalifga joynaym eting-da, mashina joydan dalifga qilinglar davaydi. Plus-minusda ochib ketamiz. Dalifga keyingi zonamiz turdik aka. 50 yo'q ko'taradi. Aka, aytyapman-ku, men sizga hozir Fibon tortib beraman. Fibo daraja bo'yicha qo'yilgan M15 da bizda shu darajada turibdi, H1 darajadan chotka reaksiya olib ketgan. O'ziga kirib reaksiya olib ketgan. Xo'p, qani, shuni bitta ko'ray. Shu zonani men sizlarga ko'rsatib beraman. 78-70 zona ekan, qaranglar. Xo'p, bizga 78-70 zonaga qo'yib olamiz. Endi sen tushmaydi. 79. Mana bu 78. Xo'p, 70 zona. Mana 78 dan ko'ramiz akalar. Mana qaranglar. Mana bizga birinchi kirib kelgan nuqta, ko'ryapsizlar-a? Qizil sham bilan kirib keldi, orqaga retest. Endi shu holat bo'yicha bizga imенно 0.0 ga oladigan bo'lsak 50 punkt bor-da. Shoshmanglar, men buni chiroyli qo'yib olay. Bu meni aldaydi, chunki men o'lchab ko'rdim-da. 50 punkt berdi mana shu. Mana shu retest qaranglar, bittada kiryapti, mana soya bilan oldi, 80 ni, 50 berdi. Undan keyin sразу reaksiya. 50 bermadi, bir 49 dami, 48 urib oldi aka. Bo'lishi mumkin. Tortaydi. Ha. Yupsda qaytib ketdi. 45 urgan ekan. Oldim. Mantiqki 50 ga 45 urgan ekan. 0 bo'ladi. Yo'q, bunda 0 bo'ladi. Aka, endi bunday narsa, biz 88 dan qo'yganimiz bilan narx bizga tushib kelyapti, necha 73 gacha beryapti. 77 yu 43 gacha beryapti-da, ko'ryapsizmi? Endi biz bu yerda olganmiz, buni endi bu bizda limitkamiz imенно 80 daligini baribir bilmaydik, 78 daligini bilmaydik. Xullas kalom plus minusda konkretni retest berdi, prosta undan keyin yorib o'tib ketdi. Yorib o'tib ketgandan keyin ham imkoniyatimiz bor edi. Adashmasam. Necha edi? Keyingisi 70 midi bizda? 70 ha. Shundan pastga keyin ko'tarildi.
Ha, shuni ko'rsatmoqchiman. Mana o'sha e'tiborga qarasangiz 74 berganda. 78-71. Ha, yo'q, bunday imkoniyat yo'q. Bizda o'sha 0-0 ga to'g'ri kelgan ekan. Prosta pastdagi bitimimizni olib ham ertaga yuravergani 0-0 ga to'g'ri kelgan. Mayli. Xullas kalom, endi daraja bo'yicha qaranglar. Daraja bo'yicha oddiy narsa bor. Shu darajani men sizga tushuntirib beraman. Shuning uchun qo'rqmasliklaring ko'rgan narsa shu narsa. Chunki ikkita darajani yo'rib ketib boradigan joy bu. Xo'p, qani bizda. Mana narx impuls bilan harakat qilib berdi, to'g'rimi? Chiqib keldi bu yoqqacha. Endi qaranglar, oddiy fibo beramiz shu yerda. Maksimum mana. Minimum mana bizda minimum, to'g'rimi? Endi biz buni grafik fiboga o'tkazamiz. Bizda kirish nuqtamiz mana qaranglar. Kimdirda mikrofon o'chirib qo'yinglar, ovoz qaytyapti-da. Mana bu bizda imенно necha? 76 70 mana bizda bayzona bo'lib turibdi. 71. 76 71 bizga mana bayzona uji bu M15 da beryapti. Endi qaranglar, shu imенно H1 da. H1. Xo'p, buni olamiz. Bu yoqqa to'g'rilaymiz. H1 da nakoplen nuqta yorib o'tdi, bu yoqqa ketdi mana. Buni olamiz. Teparoq ko'taramiz. Buni qo'yamiz. Ko'p tushib ketdi. Qo'yamiz. Endi daraja bo'yicha qo'yib olamiz. Endi minimum darajadagi soat. Tak, bunda endi bizni berayotgan darajasi 67 73 beryapti bu. Ozgina razlika. Ana shuni hisobidan kutib tursak bo'ladi. Buning uchun mana H1 uji qaranglar, ichga qayerga kirib kelyapti. Ana shu hisobidan kutamiz dedim. 75 bizga uji bu yerda bizda sel zona bo'lishi kerak. Bunda imенно mana shu H1 dozdan qurilgan narsa edi. Shuni tortamiz fiboni maksimumdan, aslida minimumga tortamiz. Mana bizga birinchi berayotgan mana 85 ko'rasizmi mana. Birinchi qarshilik daraja, asosiy kirish nuqtamiz mana bergani 98 503. Shu zona chiqgan manzalari, sel qizg'amiz. Birinchi qarshilik daraja 85 bo'ladi deb aytdim. 85 ga keldi, shu yerdan razorot berib yubordi. Birinchi qarshilik darajamiz bilan. Bunga kirib borsa biz naqd kirishimiz kerak. Chunki mana bu daraja bizga o'rtacha hisob 60% garantiya beradi. 60% holatda, ya'ni 10 ta bitimdan 6 tasi shu yerdan razorot beradi. Qolgan 4 tasida bu yoqda chiqadi. Mana bu bizdagi mana bu bitim zonamiz 80% javob. 80%, ya'ni 10 bitimdan 8 tasi qaytib beradi mana shu. 9 tasi qaytib beradi mana shu. Mana shuni hisobdan olingan narsa edi bu. Chuqurroq qasam ham bo'ldi, yozdim men sirazi. Shoshmaymiz. Mana shu ekamiz birinchi 84 88 dedim, to'g'rimi? Undan keyin bozor bitta ko'rib chiqib, birinchi qarshida 85, undan keyin qarshilik darajamiz bizga kirish nuqta bo'lib beradi. Mana shu nuqta bizda sel zonamiz deb tashab qo'ydim. Bu daraja navorot normal ishlab chiqdik. Bozor yorib ketdi degani emas-da. O'sha yana takrorlayman, bozor darajadan darajaga yuradi. Pastga tushgan bozor tepaga chiqib beradi. Faqat biz mana belidan ochib olmasak bo'ldi. Narx masalan boringki 88, 80 zonadan biz sel olganimizda mana bu qiynardi bizni. Biz imkon darajasi, qarshilik darajamiz yaqin H4 ga o'tadigan bo'lsak, bu H4 darajaga ham pastga 1 ga 1 mos tushib keladi. Qaranglar, H4 ga yomon chiroyli mos tushib keladi bu. Mana maksimum, mana minimum, to'g'rimi? Qaranglar, H4 ga 1 ga 1 tushadi mana shu. Endi yuqoriga qarab harakat divizyon bo'lgani uchun mana bu zonaga ketamiz, minimumga qo'yib qo'yamiz. Mana minimum bizda qizil soyasi. Xo'p, endi uni sal kattalashtiramiz. Mana buni o'chirib tashay. Sal xato beryapti-da. Mana buni mana soyani tepasiga qo'yib qo'yamiz. Top mana ko'rasiz. Bu darajamiz bor bizda. 55 44. 53 44 mida? Necha edi? Keyingi bayzonamiz. Bu daraja ham bor. Ko'rasizlarmi? Hammasi bir-biriga mos kelib ketaveradi. U zonani Bor aka. Yozmam tashadi.
tashlangan aka, chatda bir aka so'radi ham, mana shu zona aktivmi deb so'radi ham. NO degan aka chatda so'radi, mana shu zonamiz aktivmi deb so'radi. Men hozir ham so'ramoqchi edim. Dars boshlanib qoldi, chalg'itmadim, lekin yaxshigina hozir yurib edim. Hozir so'ramoqchi edim. Indamadim, mayli darsni o'taveraylik. Muhammad, yaxshimisiz? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Alaykum assalom. Muhammad, qarang, menda depozit $100. Siz berayotgan zonada 001 dan bitta ochaman, kirishiga, chiqishiga ikkinchisini ochaman. Bozor ozgina qitiqladida yana dashi ishlab ketdi. Ziyonga ketdi demoqchi. Bu holatda biz stop loss hammasi ikkaloviga ham stop loss qo'yish kerakmi yoki bittasiga stop loss qo'yish kerakmi yoki umuman stop loss qo'yish kerak emas? Hozir aka, hozirgi holat bo'yicha stop loss qo'yish shart emas. Chunki qaranglar, aytyapmanki, 15 time frame'dagi zona bo'yicha ishlayapmiz. Undan keyin H1 time frame'dagi. Hozir H4 ni ko'radigan bo'lsak, birga bir mos tushib kelyapti, ko'ryapsiz-ku? Unchalik bo'lmasam, menda hozir 001 dan ochilgan сделкам ikkita 001 dan 02 depozitimga nisbatan $200 depozitni anaqasi ochiq, limitkasi ochiqda уже. Meni limitimdan oshiqroq. Menda o'zi bozorda, savdoda aktualni 001 bo'lish kerak. Bozor qayoqqa ketsa ham, boshqa qilsa ham, ana o'sha hisoblar, men endi u hisoblarni chiqara olmayman. Iloji boricha просто salgina aniq qilsa kerak, $100 depozitga 0.02 ochilgan bo'lsa agar, bir pasta yeb qo'yadi, odamni psixologik kalotgan. Aka, bitta narsa bor. Vahimaga tushadi. Qarang, darajani yorib o'tadigan bo'lsa, impulsning harakatimiz bor-ku bizda. Mana aha. Hozir o'chib qoldi. H1da o'tadigan bo'lsak, H1da maksimumimiz mana bu yerda. Mana H1da mana shu bizning maksimum darajamiz. Bitta narsani to'g'ri hisoblaydi. Mana maksimumdan imma biz darajamizgacha qancha? Necha? 78. Xo'p, 78. 337 punkt. Ko'ryapsizmi? 380 punkt. 380 punkt bizda mana shu darajamizda maksimum 60% ga tushib beradi. Narx yana yurishi mumkin 60% gacha. Impulsni hisoblang, mana shu impulsni siz darajangiz o'sha eng yuqori maksimumdan sizni darajangizgacha qancha kelyapti? Narx razvod mana bu nuqtada bizdan bordi. Asl nadomatlar bo'lsin kirmadik, chunki hali bordi-ku. 13, 18. Bir marta ishladik, undan keyin kirmadik, mayli. Chunki bitim ham zo'r bo'libdi. Endi qarang, uni tushirgan. 78 dan minimumgacha bizda 200 punkt. Ko'ryapsizmi? O'sha holatda bizda qancha bo'ladi? 65% ga to'g'ri keladi. 65% ga to'ppa-to'g'ri. 370 punkt. Undan keyingi sel yurib bergani asosan mana shu impulsdan keyin biz bitim olinyapti-ku minimumdan, imkon darajasi qarshilik darajadan. Bitim olingandan keyin impulsga o'sha impulsning narximizdan где-то 50-60% yana yurib ketishi mumkin. Parritis beradi. Chunki imkon haydayapti-da bu. Mana bu yerda masalan boringki 50 bo'ladi kelib turadi. Patolochni borsa masalan qancha 35 punktgacha tushib berish kerak. Xullas, punktli impuls bergan bo'lsa, selga oqib kelgan bo'lsa, bizni bitim zonamizga nisbatan imkon buni chuqurroq o'rganish kerak. Fibo daraja mana shunaqa daraja. Fibo men sizni yaxshi to'laqonli tushunishim uchun ancha-muncha nechidir kunlar biz birga hali praktika qilishimiz kerak. Assalomu alaykum. Men gapirsam maylimi? Yo'q. Hozir qarang. Keyin aytmoqchi bo'lganim, значит, o'sha $100 balansimga 0.1 dan ikkita ochilgan maksimum siz bilan alohida bo'lib anaqa qilamizda, hech qanaqa panikaga tushmasligimiz kerak ekan-da.
panika yomon narsada. Hammasi Panika boyaga bo'lgandan ko'rish. keyin odamni aqli ishlamay qoladi. Panika yomon blokiya o'tkazadi. Qayerdan bitim masalan plyusga ketsa ham yopolmay qoladi odam. Shunaqa panika bor. Panikadan keyingi stress emas. Muhammad aka, Shuning mayli uchun gapirsam. men aytmoqchi bo'lganim stop loss qo'ymayman. Muhammad aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, opa yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat, Xudoga shukur. Qarang, hozirgi akani savollarini eshitdim-da. Misol uchun menda ham shunaqa savol bor. Misol uchun hozir ko'pchilikni men gruppada kuzatyapman-da. Ular sizga berayotgan savoliga siz слишком professionalniy javob beryapsiz-da. Bizning miyamiz tormozlanib qolyapti-da. Mana misol uchun siz hozir ikkita nuqta beryapsiz-ku, keyin TP beryapsiz, 3 ta TP beryapsiz-da. O'shalarni o'sha kecha svet o'chib qoldi deganingizda mana shu mavzu ochilgan edi-da. Misol uchun ikkita buy zona ochgandan keyin o'sha qanaqa ochiladi, TP qayerda qo'yiladi, keyin stop lossni qaysi payt qo'yishimiz kerak, mana shularga bizani ozgina aqlimiz yetmayapti-da. Siz berayotgan javoblar bizga слишком professionalniy tuyulyapti. Bunday narsa qilaylik. Sal soddaroq qilib javob bersangiz yaxshi bo'lardi. Aytilgan riskda, mana hozir aytilgan riskda, men hozir hisoblab bergan riskda bitimlar ochinglar, qolgani men bo'ynimda. Men hal qilib chiqarib beraman sizlarga. Shuni tushunaylik. Keyin kecha gruppada video bor, mana shu TPlarni qo'yish bo'yicha dedingiz-ku. Bu qaysi gruppada? Chunki bizani YouTube'da qo'shganlar-da. YouTube'da turibdi. YouTube'dagi linkini tashlab qo'yaman. Elparvarda YouTube'da videosi chiqqan. U qachon? 1-iyunda. Elparvarda o'zidanmi? Elparvarda YouTube'dan. Ha, bo'ldi, izlab ko'ramiz. Yo'q, tashlab qo'yaman. Linkini tashlab qo'yaman. Bo'ldi, rahmat Fotokan. Xullas, Muhammad mana shu savollarni mana shunaqa vaqtda endi ko'p kuzatib turibman. Ko'pchilik savol ham bermayapti, hech narsa qilmayapti, indamay taqdiriga tan berib o'tiribdi-da, butun depozit oqib ketguncha qarab o'tiribdi, uni aytmaydi hamda. Masalan, siz aytyapsiz hozir bo'ldi, bu yog'iga men o'zim javob beraman. Prosta bizda nima bo'layotgan, har kim o'zida nima bo'layotgan problemani chiqib ketish imkoniyati 100. Zo'r, lekin unaqa katta problema bo'lgani yo'q. Mana bu narsani o'rgataman. Usileniya degan narsa bor. Yo'q, bo'lmaydi aka. Siz katta lotda savdo qilmang, razgon qilmang, u masala emas chiqib ketish. Nima uchun mana traderlar kichkina mana oddiy misol mana Shuhrat aka ham ana shotini tashib turadi-ku. E'tibor berib qarang, 0.5 yo 0.05 bitim ochadi-da. Bu bekorga emas-da. Bozor biz yana qayta tushuntirganimda biz aytgan ishni qilmaydi bu hech qachon. Biz aytgan gap bizni gapimizga kirmaydi. Biz chizib bergan chiziqdan yurmaydi. Tahlilimiz qanchalik endi imkon darajasi kuchliroq tahlil bo'ladi. Masalan, bir kunda 10 ta bitim qilasiz, boshqa qilasiz, o'sha aytayapman, 100% stressiga bo'lmaganda, 100% garantiyali joyi yo'q. Prosta o'sha momentda o'sha nima deydi, hamma narsani ushlab qolish kerak. Katta masalan minusdan ko'ra imkon darajasi minimalroq minusda yoki 0 da chiqib qolgan maqsadga muvofiq. Mana shu narsa bo'yicha konkret bitta usul bor. Ya'ni usulleniya degan joyi bor. Oddiy misol, mana o'sha hozirgi bitim bo'yicha qarang. Mana bunday qilishimiz kerak edi. O'zi aslida biz masalan necha bizda bitimimiz bor. 78, to'g'rimi? Birinchi bitim 78 da olindi. Undan keyingi bitimimiz nechida? 70 edi. 70 da olindi. 70 qani? Mana 70 da olindi. Ko'rdingiz? Bizda mana bu yerda narximiz bor. Tarixda narx bor, uje minimum maksimum yaratib bo'lgan. Uzoqqa qarash shart emas. Buni o'tgan safar ham tushunib beraman. Bizda keyingi bitim mana. Minimum ko'ryapsizmi? Bu yoqda bitim qo'shishimiz kerak. Undan keyin mana bu yoqda bitim qo'shishimiz kerak.
ikkala bitimiz ham yechilyapti. Уже qarang, bu bitimni yechib kichkinaroq time frame o'taman. Kichkinaroq time frame o'taman. Mana bu yerda hop qaraymiz. Mana bu ikkita ochiq bitim. Ko'k, ikkita yashil. Bizda keyin hisob kerak, usulini qiladigan bo'lsak. E'tibor bering. Tars keldi. Bizda ikkita bitimni bitta switch oldida narx mana bu yoq qaytib berdi. Endi qarang, maksimum shu nuqtagacha keldi. Endi buni sal kichraytirib olamiz. Boyaga hisob kitob bizda hamma bitimiz professional foydaga chiqish shart emas. Boringki, mana bu yoqqacha ushlang. Mana kelgan payt qarang, qancha 0.0 olamiz. Mana bizda maksimum nuqta, to'g'rimi? Bitta ikkita switchcha tushdi, chiqdi. Mana shu joyda o'zida qarang. Tepadagi birinchi bitimimiz bizda $12 zarar, eng minimum lotda. Bunisi $4. Opshi qancha? $16. Endi qarang, pastdagi mana bu bitimimiz $2 foydada, mana bu bitimimiz $8, opshi $10. Biz shu joyda $6 yo'qotyapmiz. Lekin mana bu ushlab turadigan bo'lsak, $16 da o'zi ketyapti. Endi qarang, mana bu yergacha chiqib berdi. Bizga ikkita bitim foydaga kirgani yo'q. Ikkita bitim foydaga kirgani yo'q. Xo'p, bu yoqda biz maksimum mana shu daraja bo'ladigan bo'lsa, birinchi bitimimiz qanday qoldi? Bu bitimimiz bizda $10. Xo'p, $4 opshida foydada turibmiz. Ko'ryapsizmi? Qiladigan ishimiz oddiy. Masalan, mana shu M15 time frame. M15 time frame da ko'rib turibmiz. Chunki M15 o'sha kichikroq time frame da qilingan analiz. Qaranglar. Logikani qaytadan tushuntirib beraman. Buni tushuntirib ham berdim. Ko'p tushuntirganman, ko'p foydalanadi. Muhammad, internet sifatini tekshirib yuboring. Darajamiz bo'yicha 78 da birinchi kirish nuqtamiz, to'g'rimi? Men tushundim, Muhammad, o'zi sizni tushundim. Ovoz qotyapti. Ovoz, Sar-sar video, ovoz, foto, hammada shunaqami? Gapirib yuboringlar. Ha, shunday. Bir. Boydan beri qiynalyapti to'g'risi. Video sifati ham, ovoz sifati ham qotib kelyapti. Kimdan bo'lyapti tushunmayapman. Qolganlar feedback berib yuboringlar. Hammada shunaqa bo'lyapti, qo'tyapti. Shunday. Shunaqa. Zapisni boshqatdan ko'rib olamiz. Zapisda normalniy bo'ladi menimchalik. Zapisda chiqaveradi. Yaxshimi? Bir. Hozircha yaxshi. Orada qotib qolyapti-da. Ammo mana bu grafika zagruzka payti shu qotyapti menimcha. Bo'ldi. Demak, mana bu bitim avtomatik ochildi bizda. 78 oldik, 70 ta ham oldik. Qotdi yana. Qiladigan ishimiz darajalar bor. Mana bu bizda keyingi daraja, mana bu bizda keyin. Undan keyin bizda bu daraja mana bu darajadan bo'lishi kerak. Bu darajaga chiqib. Hozir shu grafikada aka, grafikani qimlatgan paytim qotyapti menimcha. Yurgizgan vaqtim. Xullas kalom, usulida mana shu. Noto'g'ri bitim ochildimi, o'z tarixga shuni qaraymiz, minimum darajalar. Masalan, bayga qiziqyapmiz, minimum darajalar. Selga qiziqyapmiz, maksimum darajalar bizga qarshilik daraja bo'lib beradi. Narx bari shu nuqtadan qarshilik oladi, yurib beradi. Yurib berish davrida imенно impuls bilan chiqib ketish shart emas. Imkon darajasi 50% narx qaytib beradigan bo'lsa, bilsalaringiz, masalan, katta impulsni switchani birinchi razvorot nuqtasi 50% hisoblanadi. Bu degani mana shu narximiz olgan bo'lsak, mana shu narximizda ham 50% qaytib berib biz hech bo'lmagan 0.0 qilamiz. H1 yo'li undan keyin H1 shu mana nasib qiladi. 0.1dan shu bitim olib, mana shu darajalarda qo'rqmaslik kerak. Imkon darajasi qo'rqmaslik kerak. Xo'p, bitta bitimimiz $4 zararida, mana bu bitimimiz bizda $4 foydada, ya'ni 0.0 turibdi tepadagi. Mana bu bitimimiz $10, bu bitimimiz bizga $16. Shu $36 bar pribirga chiqarib beryapti. Polni bitim foydada kirish shart emas. Mana shu narsani ham to'ppa-to'g'ri tushunib oladi. Bitimlar bizda hamma bitimimiz yam-yashil yopilishi poложено emas. Asosiy fokus summaga qaratish kerak. Keyin bunaqa vaziyatlar уже kamdan kam bo'ladi. Imkon darajasi kontrol qilib beraman bu bunaqa vaziyatlar. O'tgan safar ham xuddi shunaqa yangilik vaqt bo'lib ketdi. Uni ham kontrol qilib berdim. Bu safar ham xuddi shunday. Amerika sessiyasi mana shunaqa. Уже yozib ham qo'ydim. Amerika sessiyasi boshlanyapti. Sal risk nima deydi? E'tibor bilan savdo qilamiz dedim-u, men o'zim bir ish bilan bo'lib chalib qoldim, to'g'risi. Lekin zona berilgan imkon darajasi limitga qo'yib qo'yinglar. Limitkani ham o'sha
tek profitini qo'yib qo'yinglar. Biz основной fokusimiz tekka qaratilgan. U tekda olib berishiga xudo xolasa 50% olib berishiga avvalo xudo xolasa hammasi olinadi. Endi katta ham gapirmaylik. Muhammad savol Xudo xolasa mana bu 3 kundan beri eshitaman. tarjimasini o'zingizdan jonisizmi? Xullas qarang. Buy limit, buy stop yoki sell limit, sell stopda ishlaydigan odam bo'lsa, shuni sellga Aha. shartnoma tek qo'yilsa bo'ldimi shunda? Ha, tek profit qo'yib qo'ying. Обратkaga stopga kerak emas, ha? Просто Yo'q, stop ertalabdan kechgacha bo'yicha kompyuterga- narx yurib ketadigan bo'lsa, ertalabdan kechgacha narx yurib ketadigan bo'lsa, Mhm. aha, eshityapman. Ertalabdan kechgacha kompyuterga ko'rib o'tirishga sharoit yo'qli ham bor-da, просто. Misol uchun, yoki telefonni titlab imенно o'sha joyiga kelishini просто o'sha buy'imi, limitinimi, stopinimi yoki sell limit stopini qo'yganda просто tek qo'yiladi bo'ldi ekanda, shunda to'g'rimi? Xuddi shuni aka. Xuddi shuni. Men Men просто anaqa ham qo'ydimda. narsa so'rayapman. Sell qo'yganimni hisobiga misol uchun 4 punkt buy'ga yuryapti-da, 6 punkt sellga yurib, keyin yana 10 punkt buy'ga ketib qo'yapti. Shunda slip bo'lib ketyapti-da. Sell qo'yish kerak emas ekan shunda. Sell stop to is. Yo, tushuntiryapman aka. Imkon darajasi kontrolni mana shunaqa olishimiz kerak. Tek profit qo'yaylik. Undan keyin narx yurishiga, narx ochilgandan keyin uje сообщение ham telefonda. Qarab o'tirish shart emas. Сообщение kelgan paytda tirs ochasiz, limitga olin degan uje o'sha uni projeniyasini qo'yib qo'ysangiz, ulab olsangiz, vantajda. SMS keladi, sizni limitingiz olindi deb. Qanaqa O'sha momentda shu qarab turasiz. Vantaj mana shu o'zimiz mana shu brokerda projeniyasi bor telefonlar uchun. bo'ldi tushundim. SMS keladi sizga sразу. Ha desa, limitning olin deb SMS keladi. O'sha momentda olib bitta qarab tursak bo'ldi. Nima uchun? O'sha kelib ikkala limitkamizni ham olgan holatda bizda keraklicha yurib bergandan keyin chiqib ketishimiz kerak. Imенно foydani kutib o'tirishimiz shart emas. Impulsli harakat bo'ladigan bo'lsa, aytgandek ketaveramiz. Katta foyda zarar qilmaydi. Lekin o'sha qonun qoidadan ham chiqmaylik biz. Yes. Rahmat. Asosiy fokus o'sha qonun qoidadan chiqmaylik. Mayli, 3-4 so'm lishni pul ham zarar qilmaydi. Hammasi tushunarli Muhammad. Endi safe bilan biz limitga ham bugun tushuntirib yuborasizmi yo Xuddi shuni aka, tushuntiraman. Safe bizda imенно impulsni harakat boshlanib ketgandan keyin beryapman-ku 70 punkt, 80 punkt keyingi tek profitgacha deb. Bu endi safe qilishlar biz imkon darajasi hali lotimiz oshib ketdi-ku. Masalan 0.9, 0.2 lot ishlagan paytimiz chiroyli foydaga kiritib beradi. Chiroyli ishlatsak bo'ladi uni. Uni qanday tartibda ishlatamiz. Tasavvur qilinglar, mana bu yerda bizning baytimiz bor. To'g'rimi? O'chirmayman buni. Tashlaymiz. Xo'p, mana bu qizil qilib qo'yamiz. Masalan, mana narx mana bizda bitim oldi yurib berdi, to'g'rimi? Yurib berdi. Birinchi punkt yurgan paytida, yurib vaqtida, ya'ni bitta bitimda bo'lib olib chiqib sef qilish bo'ladi va shu bilan birgalikda stopni foydaga qarab surib borish. 50 punkt yurgan payti o'sha 0.2 ochilgan bitim o'sha imkoni bor, o'sha bu yerda targovlik bo'limiga o'tib, bitimni shunday chapga qarab bitta sursangiz, qalamcha chiqib keladi. Qalamchani ustiga bitta bosasiz, tepada o'sha bitimingizni polni daniz chiqib keladi, tepada lot turgan bo'ladi. O'sha lotda shunday 0.2 joyini qo'ysangiz, qo'yiladida shu 0.2 0.1 qilib qo'ysangiz, o'sha 0.1 lotini avtomatik olib boradi, 0.1 loti aktiv turadi. Biz ushlab turamizda, mana buni shundaygina stopimizni bezubitga qo'yamiz. Bezubitga qilish birinchi navbatda narxni foydaga surib qo'yish. Ya'ni mana bu uji bu yoqqa qaytib kelgan payt bitta 1-2 dollar zarar foydada yopiladi. Bu darsh ketadigan bo'lsa ketaveradi. Endi undan keyin qiladigan ishimiz 70 punktga chiqdi. To'g'rimi narx? 70 punktga chiqdi.
keyingi take profit zonamizga yetib bordi. Bizubitkani 50 punktga suramiz. Ya'ni stopimizni 50 punkt foydaga suramizda. Boyagi ochiq turgan 0.1 lotimizni, ya'ni 0 lotimizni yana xuddi shu targovlik bo'limiga o'tib, bitimni ustidan shunday o'ngga sursak, uni video qilib tashlab beraman qanday qilishni bizubitkani. Telefonda ko'rsatib tashlab beraman birdan. Hali prosta hozir shuncha bilan aytib ketay. Suramizda o'ngga o'sha 0.1 lotimiz joyiga 0.05 bo'lsa, o'sha 0.05 lotini yopadi. Keyin avtomatik ravishda o'sha qolgan 0.5 lotimizni take profitini именно o'sha 100 punktga qo'yib qo'yadigan bo'ldi, tamom. Bu degani biz o'sha bitta pastdan kelgan hamma bitimiz uchun zapas-xod, tepaga borib chiqib bergan paytda o'sha bizni uji ochilgan bitimiz oxiri 0.5 qolyapti-ku, 0.05. 100 punktda bizda $50 bo'ladi o'sha. 0.0da uji biz dollar chiqishimiz kerak. Birinchi bitim 50 punktda biz buni yopib yuborganimiz, qancha yopib yuboryapmiz? $50 yopib yuboryapmiz. Undan keyingisi ham xuddi shu tartib yopib ketyapmiz. U iloji bo'lsa u keyin nima deydi, katta lotga o'tganimizdan keyin safedan foydalanamiz. Hozir biz qiladigan ishimiz imенно uzoqroq muddat ushlab turmoqchi bo'lsangiz, bitimni uzoqroq muddat ushlab turmoqchi bo'lsangiz, masalan, mana bu holat bo'lib qoldi. Mana bunday holat bo'ladi. Bizda ikkita o'sha bitim oldik-ku. Ikkita bitim oldik, masalan, bittasi bu yoqda, mana buni o'chirib tashlaylik, bir xil bo'lsin. Bittasi bu yoqda, bittasi bu yoqda. Ikkita bay bitim masalan mana bu yerda qo'shildi bizda. Bu bitta bay, bu bitta bay. To'g'rimi? Birinchi kirish nuqtamiz bu yoqda. Demak, bizda 64 dan 58 ga bayzorimiz bor dedik. 64 ta keldi birinchi bitimimiz oldi. Narx yana impuls harakat qildi. 58 ga ham bitimimizni olib berdi. Endi narx impuls bilan mana M1 ga o'tsak, impuls bilan otib yubordi, to'g'rimi? Impuls bilan otib yubordi. Nima qilamiz? Mana bu bitim birinchi avtomatik foydaga chiqqandan keyin o'rtacha hisob 50 punkt foydada buni yopib yuboradigan bo'lsak, mana buni keyin shunagina biz stopini mana shu yopilgan bitimni joyiga qo'yib darcha kutsak bo'ladi. Yopilgan bitim joyiga qo'yib darcha kutsak bo'ladi. Bu nima degani? Bu bitta bitim joyida biz birdaniga 3 ta 4 ta take profit olishimiz mumkin. 3 ta 4 ta bitimda olishimiz kerak bo'lgan take profit olishimiz mumkin. Bozor imkoniyat beradi. Imkoniyatdan kelib chiqqan holda maksimal foydalanish uchun foydalanamiz bu narsadan. Bularni hammasini qanday qilishni telefonda ko'rsatib tashlayman, chunki ko'pchilik telefonda qiladi baribir. Ancha tushunarli bo'ldi. Buni men baribir ko'pchilik telefonda savdo qiladi, telefonda ko'rsatib beraman. Ana hozir qaranglar. MetaTrader 5 da savdo qiladiganlar birdan ko'rsatib ketaman qanday qilishni. Hop, MT5imizni ochamiz. Hozir 1 minut. MT5im ochilib olsin. Tak, MetaTrader 5 da limitkalar qo'yish, masalan, qaranglar. Narx shu yoqda turibdi, pastda masalan bossak mana buy limit avtomatik ochiladi, tepaga bossak imенно sell limit avtomatik ochiladi. Masalan, buy stop, sell stop tarif qo'yib olsak bo'ladi buni ham. Yoki imенно shu nuqtaga kelgan paytda bizga ogohlantirish degan narsalardan jiringlab qo'yib olsak bo'ladi. Undan keyingi masalan qaranglar, mana shu yerda biz qo'ydik. Masalan, sell limit, ya согласен. Qo'ydik. Mana sell limitimiz tushdi.
sel limitimiz tushdi. Buni endi faqatgina bitim ochilgandan keyin unga take profit qo'ysa take profit xuddi shunday bo'lar ekan. Bitim ochilib keyin bo'lar ekan. Take profitni qo'yib olamiz yoki telefonda shunday qo'yib olsak ham bo'ladi. Telefonda qo'ysak limitkalarni sursak bo'ladi-da. Stop take profit hozir mana bunday bo'ladi, bunda ham aytgancha настройки. Stop loss nechida turibdi narximiz? Bizda limitkamiz 4487. Demak 4490 bizda stop loss, take profitimiz 50 punktda 4400 50 punktda bo'ldi. Ketdi. Take profit stop loss avtomatik qo'yildi. Undan keyin men bitim foydaga so'ragandan keyin surib ketaveramiz bemalol. Endi ochilgandan keyin, ya'ni sheda olingandan keyin narx yurib bergandan keyin yurg'izsak bo'ladi. Buni imенно qilib ko'rsataman. Savdoga kirgan paytda imенно qanday qilib safety ham, dizubitani ham hammasini ko'rsatib beraman sizlarga. Telefonnikini. Kompyuterdan xuddi shu asosda stopda foydaga surishimiz bizda bizbitga bo'ladi. Stop foydaga surib shu vaqtning o'zida bir varakayda mana shu yerda masalan bor nasroq bo'limda bizda lot mana bu ochiladi-da. Hozir bitimlagan ko'rsatmayapti. Ochgan paytingiz mana bu yerda lot chiqadi. Lotni imенно qisqartirish imkoniyatimiz bor. O'sha masalan hozir necha 0.01 lot ochilgan, 01 lot ochilgan. O'sha bo'lib 0.05 xuddi shunday tartibda bo'lib ketishimiz mumkin. Kompyuterda shu holatda. Ama uzun. Telefonnikini bo'lib 001 ham bo'lsa bo'ladi. Yo'q, bo'lmaydi. Shuning uchun aytyapman, katta lotga o'tganimizdan keyin biz seflarni amalga oshirish boshlasak bo'ladi. Masalan, 0.10 bo'lsa bo'ladi. 0.09 bo'lsak bo'ladi yoki 0.02 ni ham bo'lib yopsa bo'ladi, 2 ga bo'lib yopsa bo'ladi yoki 0.4 bo'lib yopsa bo'ladi. Qancha lot qoldirib, qancha yopish kerakligini yozsangiz, o'shancha qilib beradi. Lekin 0.01 o'zi eng lotku. Uni bo'lib bo'lmaydi-ku. Undan kattarog'ini ketaveradi. 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 ketaveradi. 0.10 hammasi ketaveradi. Imkon darajasi sefdan foydalanadigan vaqtimiz 0.2da, 0.20 lotda foydalansak bo'ladi. Chunki unda sal ko'z o'rganmagan holatda, balki ungacha psixologiya to'g'ri kelib qolib, bu ham shart bo'lmas. Sef qilish ham shart emas. Ertaga bu o'rgatganingizni qilib qo'ying, 0.01 da ham bo'lsa bo'ladi shekilli. Chunki сделка o'zi pribylda bo'ladi, pribildagi lotni hisoblamaydi, pribildagi pulni parchalaydi. Yo'q. Lotni parchalaydi aka. 0.01 bo'lmaydi. Lot parchalaydi. Yo'q, aka, qilib ko'ring. Lotni parchalaydi u. Summadan ma'lum qism foydani yechib olib, ana qilib qo'ymaydi. Chunki nima uchun summani bizga beryapti-da. U lotni parchalaydi, summani parchalolmaydi-da. Qanday, masalan, $10 foyda bo'lsa, $1 yopib olaman, unaqa 100% unaqa joyi yo'q. Bo'lsa qilardik-da shu paytgacha bu narsani. Короче, sef qilish hozircha uni ham tashlab qo'yamiz. Katta lotlarda ishlanadigan vaziyatda foydalanish maqsadga muvofiq, ya'ni o'sha masalan bir lot ochiladigan bo'lsa men qilinadi. Imkon darajasi. Yoki 0.5 lot, 0.2 qilinadi. Chunki u riski kattaroq. Endi ham u ham depozitga kelib, depozit bardosh beradigan, masalan, depozitga nisbatan biz foiz bo'yicha ketadi, masalan, bitta bitim o'rtacha 1%, 1.5%, 2% risk qiladigan bo'lsangiz, u ham shart emas. Aslida unda bizubitga qilaylik. O'sha bitim ochildimi? Bitim ochilgandan keyin foydaga masalan 50 punkt 50 punktda chiqamiz deyapsiz. Ikki bitim olingan vaqtda, masalan, birinchi va ikkinchi bitim olingan vaqtda tushdi. Biz mana ikkala bitimni aktivlashdi, impuls bilan yuqoriga chiqib, birinchi bitim foyda edi. Birinchi bitimimiz punktda foydaga chiqib, mana buni bizubitkasini bir qo'yib, imенно keyin 70-100 punktli foyda uchun kutishimiz yoki до конца kutishimiz mumkin. Surib ketaveramiz lekin. Bu qanday bo'ladi? 50 punktdan 70 punktga ko'tarilgan paytda mana bu 52 zonadan avtomatik ravishda 30 punkt foydaga qarab surib qo'yamiz.
O'sha bizda mana bu zona bo'yicha foyda turibdi-ku. Bundan keyin ham yana 30 punkt foyda suramiz. 100 ga chiqdimi, o'sha avtomatik 70 punkt foydaga surib qo'yamiz. Ya'ni mana bu 40 punktga suramiz, 70 punkt foydaga suriladi. 100 punktda yana 150 punktga chiqdimi, avtomatik 100 punktga surib qo'ysak, ketaveradi. Mana bu o'rta hisobga olmaysizlar. Yana qayta tushuntiraman. Zonaga kelib, ikkala narximiz ham aktivlashgandan keyin, usul ham razvorot berib, mana bu bitimiz avtomatik foydaga chiqib va bu bitimiz 50 punkt foydaga chiqqan payt bu bitim yopiladi avtomatik. 50 punktga bu bitimni yopamiz. Undan keyin esa u nasiba uchun kurashadi. Mana bu bitimiz aktiv turibdi-ku, ikkinchi qilsak eng minimumdagi. Buni stop lossini yopilgan bitimni joyiga qo'yib qo'yamiz. Yopilgan bitimni joyiga qo'yib qo'yamiz. O'sha bu 50 punkt foydada-ku, 50 punkt foydadan 70 punkt foydaga chiqqan payt yopilgan bitim joyida turgan stop lossini 30 punkt yana foydaga surib qo'yamiz. Bu 70 punktda 50 punktda 70 punktga chiqqan payt 70 punkt bundan keyin ana 30 punkt surdik, yana 30 punkt yoki 40 punkt 30 punkt foydaga surib qo'yamiz. 100 punktdan 150 punkt chiqqan payt stop loss 100 punktga qo'yib qo'yamizda, qanday profit qayerga kutyapmiz yoki qayerda bizda razvorot zona bor. Bu yoqda bizda bay bormi? Samosovoy yuqorida sel zonamiz bo'ladi bizda. O'sha sel zonaga kirib kelishdan 10 punkt pastroqda tek profitini qo'yib qo'yamiz. Bizubikasi birinchi yopilgan bitimga nisbatan 100 punkt tepada turaveradi. Masalan, bu bitimdan keyin 200 punkt yoki 250 punktdan keyin sel zonamiz bor. Tek profitini o'sha sel zonaga kirishga 10 punkt, 20 punkt pastroqga qo'yamiz. Biz narx yuqoriga, o'sha 150 punkt narx yuqoriga chiqib bergandan keyin hali yana 100 punkt chiqish ehtimolligi bor-ku biz zonamizga kirish uchun. Avtomatik ravishda mana bu pastdagi bitimimizni stop lossini 100 punktga foydaga surib qo'yamiz. Birinchi yopilgan bitimga nisbatan. Mana bu holatda chiroyli yutib ketsak bo'ladi. Endi nima uchun? Bu yoqda olingan bitim va undan 200 punkt olganimiz, biz bitta bitimni o'zida qariyb 6 ta bitimni foydasini chiqarib ketamiz. 100 punkt chiqib bergan taqdirda ham, mana bu bitim yopilgandan keyin 100 punkt chiqib bergan taqdirda ham, bu yerda ikkita bitim, bu yerda ham qariyb 50 punkt zona bo'ladigan bo'lsa, 3 ta bitimni foydasini bittada chiqargan bo'lamiz. Men yopgan bilan 4 ta bitimni foydasini olib ketgan bo'lamiz. Lekin samosovoy bitta narsani esdan chiqarmanglar, bir kunlik plan yopildimi, to'xtanglar. Undan keyingi bitim kerak emas. Iloji bo'lsa boshqa shotqillarda o'sha ishlanglar. Imkon darajasi. Chunki bu shotni stabil ko'tarib olishimiz kerak, kayfini bilish kerak bu narsani. Nima demoqchisiz, masalan, 3 ta bitim bilan plan, depozitdagi plan to'lsa agar bo'ldi to'xtatsa ham bo'laveradimi? Xuddi shunday, masalan, o'sha $100 bilan ishlayapsiz, to'g'rimi? Balans bilan. Demak, sizda kunlik planingiz $5dan 5 tasi $25. U narsaga Yana bitta savol bo'ldi, Muhammad, qarang.